Hello do'stlar, sizlar bilan Master Shoh va bugun juda ham ajoyib video olamiz. Kanalda yangi video. Bu videoning nomi esa Hardcore'ning davomi. Ya'ni o'tgan safar bitta video olgandim. Ko'rgan bo'lsangiz yaxshi, ko'rmagan bo'lsangiz ko'rsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ko'rmang, farqi yo'q. Xullas, bugun o'sha Hardcore'ning davomini ko'rsataman va nimalar qurganligimni ko'rsataman shuncha vaqtgacha. Mana 2 daqiqa vaqt kerak menga. First person'ni tanlab olamiz va davom ettiramiz. Xullas do'stlar, men shuncha vaqt davomida sizlar ko'rmagan holatda mana shu narsalarni qurib tashladim. Mana misdan eshik qurganman. Mana mening uyim. Hozircha qanaqa havo bu? Tong otyaptimi? Ha, tong otyapti, lekin nimagadir qorong'u tepa tomon. Qormi? Nima bu? Birinchi marta bunaqa holatga tushdim do'stlar. Rostdan men shunchaki birdan videoga kirdim va videoni boshladim mana shu yerda. Qoyil maqom. Xullas do'stlar, mana shu videoda men o'tgan safargi videoda hali hech nima qurmagan, ba'zi narsalarni o'zimda yig'ib yurgan edim. Hozir esa qaranglar, mana shunaqa uy qurdim. Mana bu taxtalarning nima keragi bor? Undan ko'ra 4 ga bo'lib ajoyib qilib ko'proq tejab qolish mumkin deyishingiz mumkin, lekin menga mana shunaqa arxitektura yoqadi. Menga farqi yo'q. Demak, bizda bor. Nima yonyapti? Mana shuncha 18 ta mis bor. Men yana o'sha videodan so'ng ancha ko'p o'ynadim Minecraftni va mana bularni yig'ib qo'ydim. Mana shuncha narsam bor. Keyin yana bunisida esa shuncha narsa bor. Mana buni kreativ qilib olgansiz demanglar yana. Men buni mana bu sotuvchidan sotib oldim. Mana to'g'rida turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Keyin yana men yer kovlab ketayotganimda mana bu nomi esimda yo'q. Mana shu narsani topdim. Xullas, bu kuchaytirib bergich bir nimalarni, keyin ikkita temir ham topganman. Va vijvaniyamiz juda yaxshi ketyapti. Bu yerdan tomga chiqib ketadi. Xuddi shunaqa uy qurdim, juda ham ajoyib bo'ldi. Yana mana shu qarag'aymi, mana shunaqa daraxtlar bor joy menga juda ham yoqdi. Chunki baland chiroyli daraxtlar. Va nima uchun yugura olmayapman desam, qornim ochib ketdi do'stlar. Yaxshi, unda ovqatlanib olamiz. Ovqatlarni juda ham ko'p qilib pishirib tashlaganman. Juda ham ko'p emas-ku, lekin yetarli darajada. Endi esa ovqatlanib olamiz. Ha, yana bir gap, o'tgan videoda hali bunchalik ko'p narsa qilmagandim. Hali bundan ham ko'p narsa qilganman. Hozir ko'rsataman sizlarga. Birinchi o'rinda men yana yer kovlashim kerak, chunki yerdan foydali qazilmalar topish mumkin. Menga fakir kerak hamda mana bu ikkalasini ham ishlatib tashlayveramiz. Bu kerak bo'lib qoladi, qilich. Keyin yana nima kerak menga? Aha, demak, hamma narsam bor. Aytgancha misdan yasab olay hech bo'lmasa kerka. Misdan kerka bo'lsa sal tezroq bo'ladi. Yaxshi, bo'ldi, ketaveramiz endi. Misni tashlab ketay, yana o'lib qolsa, o'sha yoqda qolib ketadi. Aytgancha qimmatbaho narsalarga qo'shib qo'yish kerak misni. Mayli, tursin bunisi ham. O'yinni davom ettiramiz do'stlar. Keyin yana men mana shu qaniydi boyagi sotuvchi, mana shu sotuvchidan ko'p narsa sotib oldim. Mana shu narsadan 2 marta sotib oldim, bundan 1 marta. Hali yana temir debman. Chelak qurishim uchun yana bitta kerak. O'zi izmirod survivalda uncha kerak bo'lmaydi. Shunchaki qishloqlar bo'lsa kerak bo'ladi, bo'ldi xolos. Yana video qilmayotgan paytim mana shularni ham kovlaganman yer tomonga qarab. To'g'ri aylanma harakat qilib yerga tushaverdim. Mana shu qizil narsadan o'tgandan keyin sal to'xtashga harakat qildim. Ya'ni hozir ko'rsataman. Mana shunday to'g'ri tushaveramiz. Mana yetib keldik do'stlar. Endi iloji boricha past bo'lgan yaxshi va pastdan katta qilib shaxta qurib yurganimiz yaxshi. Mana misdan tayyorlayveramiz hammasini cho'tka qilib. Endi esa videoni tezlashtirib yuboraman do'stlar. Lekin bu hardcore'imiz juda ham ajoyib ketyapti. Men
umrimda birinchi marta shunchalik ko'p narsa yig'ib hardcore qilishim. Bu video emas, shunchaki bunaqa hardcore qilib Minecraft o'ynash zerikarli tuyulishi mumkin, lekin bir boshlasangiz, kuchli darajada boshlasangiz va o'zingizga ishonsangiz juda ham oson bo'ladi va juda qiziq davom etadi. Do'stlar, Master Shohga obuna bo'ling, videoga like bosing. Agar o'tgan videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Ko'rishni xohlamasangiz ham. Ana. Do'stlar, ko'rdingizmi? Bizda hali yana temir bor. Yana temir bo'lsa, endi o'yin qiziq ketmoqda. Lekin hech oltin yoki olmos topganim yo'q, hech qisi yo'q hozircha. Shular ham bo'laveradi. Hali juda ham ozgina kovladim-ku axir. Ovozimni ko'tarsam Minecraftda musiqa eshitilyapti, sezgan bo'lsangiz. Mana juda ham ajoyib musiqa. Lekin mayli, ovozimni ko'tarmayman men. Pastroq bo'lib turgan yaxshi, chunki videoning ovoz sifati juda ham yomonlashib ketadi. Juda yaxshi. Do'stlar, va nihoyat menimcha videoni tezlashtirish kerak. Do'stlar, aslida ko'proq fakir olishimiz kerak ekan va qorong'i bo'lib ketmasdi. Mayli, qorong'i bo'lmasligi uchun bu tomondan kavlayveramiz. Mana do'stlar, shuncha qazganimizning natijasi bor, ya'ni yana temir topdik. Menimcha endi temir ham qolmadi, pastda bor ekan. Yaxshi ketmoqda video. Endi esa yana tepaga chiqamiz. Yana 2 soat aylanib chiqishim kerak. Xullas, kechqurun ham bo'lib ketdi. Men esa uxlayman. Hali ertalabmi? Ha, bo'ldi. Qandaydir boshqacha ob-havo bo'lyapti do'stlar. Tepa tomon qop-qorong'u. Bu qanaqasi axir umuman? Bu mana oq narsalar, mana buniki aytgancha bu oq narsalar. Bu tomonlarda yo'q bu. Bunga yaqinlashsam atrof qorayaptimi nima? Yo'q, uncha emas. Mana bitta zombini ham kutib oldik. Mana. Come on. G'ilay. G'ilay. G'ilay emas ekansan sen. Mana seni mana. Demak, bizda do'stlar, hozir nima ip oldim bunda. Yo'q, suyak olibman do'stlar. Creeper. Yo'q. Shunchalik ham xavfli bo'ladi. O'zi creeper menga unchalik yoqmaydi. Ertalab yonib ketsa yaxshi bo'lardi mana shu creeperlar. Lekin yonmagan, yana o'z-o'zimizga portlaveradi. Qanaqa holat? Demak, bizda temirlar bor edi, temirlarni yoqib yuboramiz. Bu yerga qo'yamiz.
Keyin bizga ko'mir kerak ekancha. Ko'mirni ham olamiz. Bu tomonda bo'lishi kerak. 7 ta ko'mir. 7 kerak bemalol. Endi do'stlar, biz nima qilishimiz kerak? Xo'sh. Agar menda egar bo'lganda edi, uning uchun menga ip kerak. Ip orqali baliq ovlashim kerak. Baliq ovlasam egar chiqib qolishi mumkin, bilasizlarmi shuni? Demak, mana shu arqondan ip yasab bo'ladimi? Bo'lmas ekan. Demak, biz o'rgimchak o'ldirishimiz kerak. O'rgimchak o'ldirishga unda. Buni bekor bu yoqqa qo'yibman. Bunaqasiga qo'yishim kerak ekan. Chunki chiqish juda ham qiyinlashib qolyapti. Va shuning uchun bunaqasiga qo'yib chiqamiz do'stlar. Arxitekturani juda ham chiroyli qilish kerak. Uylarni qulay qilib yasasa qulay bo'ladi-da, xullas. Oxirgisi bunaqa bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q, mayli. Bir amallayman. Demak, o'rgimchaklar boya ko'rgandim qayerlardadir. Mana shu yerlarda ko'rgandim bitta o'rgimchak. Yo'q bo'lib qolibdi. Qayergadir ketgan. Vah, nega bu otyapti endi, ey? Qani? Hozir o'ylamanda. Men uyga yugurdim. Demak, ovqatlanib, kuchga to'lib chiqib, buni o'ldirib tashlaymiz. Bu pishmagan, mana pishganini olamiz va yeb olamiz. Do'stlar, video sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lib qo'ying. 3-marta so'rashim. Endi hech qisi yo'q. O'zi shunaqa so'rash kerak-da. U skelet boyni o'ldirib kelamiz hozir. Qani? Ana. Yugur yurtdi. O'zicha daraxtlarning orqasidan menga hujum qilmoqchi bo'ladi. Quyoshga hech qisi o'lib ketadi lekin. Demak, menga hozircha mana ko'rdingizlarmi do'stlar, yana yangilanganiga yana bir isbot. Minecraft yangilanganiga. Mana bular umuman boshqacha, kichkina kallasi ham kichkina bo'lib qolgan. Avvallari katta kalla bo'lardi. Yaxshi. Bu boyagi odammi ishqilib? O'sha odam. Mana buni sotsak bo'lar ekan do'stlar, juda yaxshi imkoniyat. Menda idish ham bor edi, mana suvli idish ham bor. Keyin yana paqir ham yasasam bo'ladi. Chelak. Sadil, paqir, chelak. Farqi yo'q. Chelak yasab olamiz. Endi bu bilan suv olamiz-da, unga sotamiz. Aytgancha suv 2 ta oladi. Ana, 2 ta olishi aniq. Va bu bilan biz undan foydalanib olamiz. Bitta, 2 ta. Olg'a do'stlar, qani edi boyagi? Puling bormi? Yaxshi. Demak, olamiz. Hali olganmi? Oldim. Yana oldim. Bularni qaysi biri menga kerak? Hech qaysi kerak emas. Bitta yo'ldan o't topib olsam, 2 ta olmosga sotadi. Mayli, hech qisi yo'q. Bo'ldi, endi o'zi izmurud juda ham kerakli narsa emas-ku. Shunchaki qiziqishga olgan yaxshi. Aytgancha bizda kamon bor do'stlar. Kamon bilan ham ancha zo'r uslublardan foydalanib biror nima qilsa bo'ladi. Yoki ipini yechib olib bo'ladimikan? Yo'q, bo'lmaydi ekan do'stlar. Yangi ana undan shunaqa ipini yechib olish yoki masalan mana bunaqa qilich qurilgan bo'lsa, qilich yasalgan bo'lsa, o'sha qilichlarni yana ajratib taxtasini chiqarib olish bo'lsa,
yaxshi bo'lardimi deyman. Yana bilmasam juda yaxshi ham bo'lmaydi. Endi men aytgancha nega buni qo'yib qo'ydim? Qo'yib qo'yganim yo'q, bu yoqqa oldim. Boraydani tezroq topishim kerak menga. O'rgimchak topishim kerak. O'rgimchak boy ikkita ko'rgan. Ikkalasi ham hozir yo'q, topa olmayapman. Mana bunga minsam nima qilarkan? Farin. Bu kim? Bu boyagim yo'qmi? O'sha boyagi nega bu iplarni qo'yardi buni? Ha, mayli, hech qisi yo'q. Davom ettiramiz. Mana bu yerda lava bor ekan do'stlar. Juda qulay bo'ladi, ya'ni nezerga borsak bo'ladi. Nezerdan esa osongina qilib olsak bo'ladi. Nima edi? Esimda yo'q. Xullas, olg'a do'stlar. Lavadan nezerga boramiz. Hech bo'lmasa mana shu videoyimda nezerga borib yangilik qilaylik. Olg'a do'stlar. Menga kerak juda ham ko'p chelak. Men juda ko'p ham kerak emas-ki. Mana shunday qilamiz. Bo'ldi. Olg'a do'stlar. Nezerga borish birinchi marta butunlay survival rejimda nezerga borib ko'rmoqchiman. Birinchi marta shunaqa bo'lishi. Bitta hazillashman do'stlar. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mana shunaqa qilib chiqqanim yaxshi ekan. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Keyin bitta mana bu yerga qo'yamiz. Ana do'stlar. Asta yasab boshlaymiz shunaqa. Qani, mana bu yerga bitta. Yana olamizdan yana bitta. Ha, bo'ldi, to'xtanglar. Bunga ham olamiz. Mana bu yoqqa o'tsak. Yo, buni ovorish kerakmi do'stlar? Mayli, buni mana bu yerga qo'yamiz. Buni olamiz. Yaxshi. Hozircha sal tushunyapman shu qanday yasashni. Birinchi marta yasab ko'rishimda do'stlar, qanday yasashni aniqini bilmayman. Mana shunday qilsammi? Masalan, bu yerga buni qo'yib, buni bu yerga qo'yaman. Keyin buni olaman. Ana do'stlar, birma-bir shunday qo'yib chiqaveramiz. Buni bu yerga qo'yamizda. Sal qoldi-ku. Bu yerga qo'ymasligim kerak ekan. Mana shu yerni ko'laymizda, mana shu yerga qo'yamiz. Yo'q bo'lib ketishiga sal qoldi. Ertaroq shunday qilmayman. Mana yer o'zi tayyor bo'lardi. Mayli, hech qisi yo'q. Olamiz bu yerdan. Suvni endi mana bu yerga qo'yib, bu yerga bunaqa suvni olamiz. Yaxshi, endi tepaga qo'yib chiqish kerak. Tepaga qo'yish uchun suvni bu yerga, buni mana bu yerga qo'yamiz. Suvni olamiz. Mana juda ham ajoyib ketyapti. Portalga borish ham oson bo'ladi shekilli. Bundan ikkita olamiz. Tun botyapti do'stlar. Uyga borish kerakmi? Buni qo'yaman, buni qo'yaman. Endi buni olib tashlaymiz va ketdimi do'stlar? Kech bo'lyapti o'zi. Uyim qaysi tomonda edi? Mana shu tomonda. Yoki zombilar, skeletlar spawn bo'lsa qiyin bo'lib qoladi. Yana boyaginaqa creeperlar paydo bo'ladi. O'yin ancha qiyinlashadi. Demak, videoyimiz yaxshi chiqyapti. Sen kimsan sen? Yo'qol. Jonim ham kam aytgancha, qornim ham och. Yugurish ham kamaga ketibdi.
Demak menga mana shu kerak hozircha. Aytgancha birdan anavi ham qurib olsak bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydimi? Gugurt qurish uchun zajigalka yoki yondirgalka o'shanaqa qurib olishimiz kerak nezerga borish uchun. Ungacha avval portalni, g'ishtlarni yasab olaylikchi. Obsidianlarni. Yaxshi, olamizmi? Yana ton berish qo'ying. Sakra qo'yamiz, mana shu yerga suv qo'yamiz, keyin lavani sakra qo'yamiz. Hop, mana qo'yamiz. Men shunaqa daxolmanda. Endi kamlik qiladi bizga. Mana bu yerga qo'yamiz, keyin sakra qo'ysak tayyor. Umumda mana shunaqa obsidianlarni qo'ygan ekan. Endi manga o'ynagan ekan deb o'ylayman. Shunchaki suvli holda kamdan-kam qo'ying. Hozir tepasiga qo'yamiz. Yaxshi. Endi qo'yamiz. Ajoyib bitta qoldi do'stlar. Mana bu yerga qo'yib mana shunday qo'ysak, endi qo'yamiz. Yaxshi. Bitta qoldi. Bitta qo'ysak, keyin zajigalka kelamiz do'stlar. Tayyorlaymiz bizlar. Qanday qilamiz? U endi qanday qilamiz? Suvni mana yerga, buni mana yerga qo'yamiz. Ajoyib bizlar tayyor bo'ldi. Bizda endga emas, nezerga portal tayyor. Endi yoqish kerak uni. Yoqishni esa nima qilib eplash mumkin? Avvalo menga qandaydir bo'lmag'ur qum kerak. Hozir bir daqiqa. Kerakmas narsalarni qo'yib olamiz. Bular ham mayli mana bu yerda tursin. Demak bizga avvalo kerka kerakmi? Kerka ham kerak emas, shunchaki hozir ko'rsataman sizlarga. Hali quyosh endi yarmiga yetib kelibdi. Mana bu tomonda shaxtam bor edi. Qayerda edi? Mana shu yerda edi. O'sha shaxtada, bu shaxta ham emas. Rostdan qayerdaligini bilmay qoldim. Mana bu tomonda edi shaxtam. Mana shunda men xuddi men aytgandek bir anavini ko'rgandim. Shaqal qum deyiladi. Mayda tosh, farqi yo'q. Xullas o'sha narsadan olamiz. Agar o'shandan granit emas. Bir nima edi, xullas ko'mirga o'xshab ketardi. Qop-qora, masalan, kamonni uchiga qo'yiladi yoki boshqa joylarga qo'yiladi. Mana, ko'ryapsan? Mana shu narsadan chiqib qolsa, qora narsa juda ham ajoyib bo'lardi. Mana, demak, o'sha qora narsa chiqmaguncha bundan teraveramiz. Yaxshi chiqdi do'stlar, bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri endi tepaga chiqib ketsak ham bo'ladi. Shunchalik ham aylana qilib quraman-ya do'stlar. Bu juda ham chiqish qiyin, lekin zatto oddiydan ko'ra osonroq. Yoki narvon qurishim kerakmidi? Tekis tepaga chiqib tushadigan qilib. Hech qisi yo'q. Zatto qurdim-ku, pastgacha tushdim. Aynan shunchalik chuqur qilganim uchun ham boyagi sizlarga ko'rsatgan ko'k narsamni qura oldim. Nega yugurolmayapman? Yuguryapman. Ko'k narsamni topa oldim, hozir ko'rsataman. Mana shu ko'k narsani topa oldim. O'zi kerak emas-ku, shunchaki salgina jihozlarni kuchaytirish uchunmi, biror nima uchun kerak bo'lardi. Demak, bizga temir kerak. Temir esa menda bisyor. Bu qanaqa so'z? Bisyor. Lekin ko'p degan to'g'ri. Temir menda ko'p, temir menda bisyor. Qani edi temir? Bu yerda yo'q. Hozirgina bu yerda yo'q edi temir. Bu yerda ham yo'q. Aytgancha hali olganim yo'q bu tomonda. Bittagina temir bormi? Umuman tushunarsiz bo'lib qoldi. Shuncha temirim bor, temirim ko'p emasmidi? Do'stlar, shunchalik kammidi? Qaranglar, mana yerlarda temir yo'q. Mayli. Aytgancha 4 ta chelakni yasab nima keragi bordi, aytgancha esimdan chiqib ketdi. 4 ta chelak yasadim. Qani unda nezerga jo'naymiz.
misli aslahalar bor bizda. Temirli yig'moqchi edim, men temirni izlab yurish kerak. Endi izlash ham juda qiyin emas, endi shunchaki ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun jimgina mis aslahalar bilan ketaveramiz. Yoqamiz va nihoyat umrimda birinchi marta survivalda o'zim portal qurishim. Hech mana shunaqa survival o'ynab portal qurmagan ekanman. O'zi ko'pincha umuman survival o'ynamaganman. Shunchaki video olish uchun kreativga kirganman yoki boshqa narsalar. Vau, do'stlar, biz qalbdan mana shunaqa kelsin mana bularni. Mana buni yo'q qilib mana bu tomonni yopib boramiz do'stlar. Yaxshi bo'ldi, o'tmaydi. Ana ko'rlaring, IQ ishlashi kerak-da. Mana bu yerlarda endermenlar yuribdi. Umuman qarash shart emas-da, endi qarashga qo'rqmayman-ku, lekin shunchaki baribir har ehtimolga qarshi qaramaslik kerak-da. Bemalol o'ldirib olaman, lekin shunchaki bosh og'riq bo'ladi. Demak, bu yerdan ana ko'rdingizlarmi do'stlar? Bitta topamiz. Aytgancha men kerkani olib kelmabman-ku. Qaytib ketishga majburmiz do'stlar. Kerkani olib kelishim kerak. Yaxshi. Ketdik, kerkani olib kelamiz. Juda ham ajoyib. Endi bizda oltin bor. Nezerga borsa oltin topish ancha oson ekan. O'zi bilardim, ancha oson endi. Survivalda birinchi marta nezerga borishimda qoyil. Men uchun bu rekord. Demak, menga kerak. Mis. Boshqa iloji yo'q. Misdan yasaymiz endi. Aytgancha cho'plar kerak edi menga. Bittagina bor. Hech qisi yo'q, yasaymiz do'stlar. Yasash uchun ham mana 60 ta bor-ku menda. Nahotki uyalmasdan cho'p izlab o'tiribman. Buna ko'ra yasab tashlashim kerak-ku. Demak, mana kerka ham oldik. Tayyor. Mayli, shular bilan aytgancha kechqurun bo'lyapti do'stlar. Mayli, bir marta uxlab olamiz. Ungacha mana bularni qo'yib chiqaman. Farqi yo'q, xullas aralashib ketadimi yo'qmi. Qimmatbaho va ovqat narsalar va qimmatbaho narsalarni mana bunga solyaptim. Endi shart emas. Uxlaychi. Kech bo'ldi, uxlay. Yaxshi, juda yaxshi ketyapti videomiz do'stlar. Demak, ketdik to'g'ri. Ketaveramiz. Nimani o'ylab o'tiribman men? Kerka bor bizda va birinchi marta men oltin nezerga borib oltin olyapman. Ketdik. Ruh. Menga otyapti ruh do'stlar. Bu tomonda ruh bor, ya'ni katta ghost. Do'stlar, nima uchun qo'rqyapman? Birinchi marta nezerga borishimda. Lekin nima uchun qaytdim? To'g'risini aytaymi do'stlar? Hozir aytaman. To'g'risini aytsam, mening telefonimning xotirasi bunchalik uzoq video olishga yetmaydi. Ya'ni do'stlar, shu yerda videoni to'xtatib turmasak bo'lmaydi. Ya'ni vaqtinchalik to'xtatamiz va keyingi sonda yoki ertadan keyinmi videoni davomini olaveraman do'stlar. Hozircha hammaga xayr do'stlar. Nima uchunligini mana bular nima? Qo'ysam, eksam ham bo'larkan. Uyni oldiga ekib tashlayman. Keyingi videoda do'stlar, uyni oldi mana shu gullarga to'la bo'ladi va men nezerga borayotganimni videoga olaman do'stlar keyingi videoda. Iltimos, videomiz yaxshi chiqqan bo'lsa like bosing. Mening nima edi? Hardcore'imni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Men ajoyib qilib video olib boryapman va mana shunaqa hardcore qilish menga o'zimga ham juda ham yoqyapti survival.
Demak, hammaga xayr do'stlar. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Hozir ekranga qarang. Mana shunday bo'lsa, hammaga xayr, salomat bo'ling do'stlar.